shuncha yuk, shuncha harakat, mana shu jamoaning mehnati o'sha mijozlarimizni xursand qilish uchun, rozi qilish uchun. Ya'ni barchasini oddiylashtirib, mijozni rozi qilishimiz kerak. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q bizda. Concentration 2x, concentration 1x, concentration S, concentration L, M va bundan qancha borligini ko'ryapsiz? Nima deysiz? Mijozlarimizni rozi qilib bilayapmiz bu holatda. Mana ochiq oydin ijtimoiy tarmoqda gaplashaylik. Menga sahifamga, shaxsiy sahifamga yozishadi ba'zi mijozlarimiz. Aka, mahsulotlari zo'r, yo'qdi, o'lcham yo'q ekan. Bordik, ana sotuvchi yo'q-ku, topolmadik. To'g'ri, bizda sotuvchi yo'q. Lekin mana buni agar ta'minlab qo'ysangiz, mijozimizda sotuvchiga ehtiyoj paydo bo'ladimi? Hammasi to'liq o'lchamlarda bo'lsa. Biz buni zaxirasi bilan saqlab qo'yganmiz. To'g'rimi? Bu chunki ba'zi mahsulot. To'g'ri, ba'zi mahsulotlar tugab ketadi. Lekin bu ba'zi mahsulot doimiy standartda bo'ladi degan kutuvi bor mijozlarimizdan. Lekin biz u kutuvni oqlamayapmiz. Qachon tayyor bo'ladi endi? Muammoni aytdik. Qachon hal bo'ladi aka? Uzoq 5 kun hal bo'ladi.